Amerika-Xitay bexatarlik yig'inidan o'ylaganlarim. Asiya Uyg'ur. 9 noyabr kuni Amerikaning Washington shahrida ikki davlatning ministrlari orasida davlat bexatarlik dialogi, ya'ni yig'ini ochilgan bo'lib, bu yig'inda ikki taraf bir qism masalalarda birlikka keladigan bo'lsa-mu, ammo yana bir qism masalalarda birlikka kelolmagan. Ya'ni Xitoy taraf Amerikaning Shimoliy Koreya masalasi, Iran masalasi va Saudadagi tengsizliklarda Amerikaning ra'yiga boqadiganligini. Ammo Sharq Turkiston masalasi, Tayvan taqim oroli masalasi va Janubiy Jungo dengiz masalalarida Amerikaning talablariga yo'l qo'ya olmaydiganligini bildirgan. Bo'libmi, Sharq Turkistondagi jazo lagerlari masalasini Xitoyning ichki ishi deb atagan. Agar Xitoyning degani bo'yicha jazo lagerlari masalasi Xitoyning ichki ishi bo'lsa, undaqda Yahudilarning qirg'in qilinishi Germaniyaning ichki ishi. Kambodjaliklarning umumiy aholisining 10dan bir qismining qirg'in qilinishimi shu davlatning ichki ishi va tarixdan buyon yuz bergan irqiy qirg'inchiliklarning hammasi shu davlatlarning ichki ishi bo'lishi kerakmi? Vatanimiz Sharq Turkistonda yuz berayotgani irqiy qirg'inchilik bo'lib, irqiy qirg'inchilikning xalqaro qonundagi o'lchim bo'lsa, tövəndəki 5 türdən ibaret ekan. Ya'ni, birinchi, bir toplumning a'zolarini o'ltirsa, bizning necha million xalqimizni jazo lageriga qamab, ularning bir qismini o'ltirib, hatto jasadini bermadi. Ikkinchi, bu toplumning kollektivdagi a'zolarga jismoniy va ruhiy jihatdan ig'ir zulm yetkazsa, Xitoy hukumati radikallik tuhmati bilan Uyg'ur millatiga jismoniy va ruhiy jihatdan ig'ir zulm selib keldi. Milliy va diniy kimligidan majburiy voz kechtirib, Allah tarafidan berilgan eng aqalli insonlik huquqi, ya'ni o'zi bo'lib yashash huquqidanmi mahrum qoldirdi. Uchinchi, bu toplumni vaqtli holda ma'lum bir xil yashash muhitiga mahkum qilib qo'ysa va bundaq qilish orqali bu kollektiv a'zolarining hammasini, ya'ni bir qismini o'ltirsa, Xitoy hukumati Uyg'urlarni qattiq ta'qib ostidagi erkinsiz turma hayotiga mahkum qilib, har xil vositalar bilan cho'ng va kichik tipdagi kollektiv qirg'inchiliklarni izchil davomlashtirib keldi. Bugungi kunda eng zo'r ko'lamlik jazo lageriga qamab o'ltiryotdi. To'rtinchi, majburiy yo'sinda bu kollektivning ichki qismida farzandlik bo'lish va ko'payishni cheklash siyosatini yurgizsa, Uyg'urlarga farzandlik bo'lolmaslik dorilarini va buningdan boshqa noma'lum dorilarni majburiy yig'izayotganligini va Uyg'urlarning barliq DNA sonliq uchur ombiri qurib, ularni hayotiy bexatarligini eng ig'ir tahdid ostiga oldi. 5. Bu kollektivning bolalarni majburiy yo'sinda yana bir kollektivga qo'shivassa, jazo lageriga qamalgan millionlagan Uyg'urlarning millionlagan vayron qilib etilgan oilasidagi millionlagan Uyg'ur o'smirlari majburiy yo'sinda Xitoyning tarbiyasiga yoki rejimga ilindi. Navbatda bu bolalarning kimligi har xil vositalar bilan yo'q qilinmoqda.
jazo lagerlaridan aman qalğanlar bolsa, Xitoy millatiga majburiy qo'shib etilish, milliy va diniy kimligidan voz kechishga majburlanmoqda. Darvaqa növbətdə Uyğur xalqi yuqurdakı 5 türlük irqiy qırğınçılıqның ən ağır qismini beşidən keçirdi və keçirməkdə. Әмма bu qıtımqı BDT-ның yığınında Xitayның irqiy qırğınçılıqı, Uyğurlarның radikallaşışının aldını eliş və dünya tinchligiga ta'sir yetkazmaydigan bir millatga aylandirish harakati deb tasvirlandi. Ammo Amerika Xitoy bilan bo'lgan bexatarlik suhbatida yanala Uyg'urlar masalasini muhim masalalar qatorida Xitoyga shart qilgan. Ammo Xitoyni tasdiqlagan davlatlar bo'lsa, o'ylamagan yerdan Uyg'urlarning haqiqatan Xitoyning tarbiyalab qo'yishiga muhtoj bir millat ekanligini qo'lladi. Demak, Xitoy bizni yo'qotish uchun qo'lidan keladigan barliq amallarni ishga solyapti. Aniqki, oldimizdagi yo'llarimizda Xitoy yanada bizni dunyoga xunuklashtirib, tashviq qilishni davom qiladi. Undaqda biz dünya yaqinqi zaman tarixidagi eng ağır qirg'inchilik deb qaralgan jazo lagerlariga qamilish va butun millat bo'yicha qirg'inchilikqa uchrashdak ağır jinoyatning qurboni bo'lmoqdamiz. Oldimizda yo'llar mushkul va jafoliq bo'lsa-mu, Xitoyda kuchli bir dushmanga g'azab nafratimizni yog'dirish bilan birga o'zimizning irqiy qirg'inchilikqa uchrayotganligimizni butun kuchimiz bilan tashviq qilishimiz, butun dunyoga bu jinoyatni anglitishimiz, to'xtab qolmasligimiz va Xitoyni oqibatda tarixdagi irqiy qirg'inchilik jinoyati sodir qilgan va xalqaro sudning jazosiga uchragan davlat va shaxslardek xalqaro sudga tortib chiqishimiz, shundoqla o'zimiz ustida ilib borgan barliq jinoyatlarining javobgarligini surishti qilishimiz va qonuniy javobgarlikqa tortishimiz kerak. Shuni bilishimiz kerakki, qonun hissiyotni e'tirof qilmaydi. Qonunning asos qiladigini faqatla isbot. Xitoyni xalqaro sudga tortib chiqish va irqiy qirg'inchilik jinoyati ilib borganlarni e'tirof qildirish, vatandagi usti uchuq turmalarda azob chekayotgan, Xitoy zulmida hayvondanmi battar kuniga qolgan ashyu qarindoshlarimizni qutqizishdek mushkul vazifa va ig'ir mas'uliyatni ustiga olgan chet eldagi Uyg'urlarning ichki urushlari bilan amalga oshishi bakmi mushkul bo'lib, bu dal Xitoyning ko'ngildagidek o'zimizni ichki ixtiloflarga tiqib qo'yib, da'voyimizni vayron qilish, shundaqla Xitoyning Uyg'urlarni yordamchisiz yetim qoldirishdek orzusiga xizmat qilganlikdek ichinishlik oqibatga sabab bo'ladi. Xalqarodagi obrazimizni eng yaxshi holatda dunyoga bildirish, Uyg'ur xalqining Xitoy kommunist hokimiyatidek razil va zo'ravon bir chirkin hokimiyatning tarbiyalab qo'yishiga ehtiyojliq qaloq bir millat emas, balki butun dunyodagi eng ilg'or millatlarga o'xshash dunyoning tinchligini so'yadigan, mustabidlikka, zo'ravonlikqa, milliy kamsitishga, irqiy qirg'inchilikqa va insoniyatga xilof barliq jinoyatlarga qarshi maydondagi fazilatlik bir millat ekanligimiz bilan dunyo xalqlarini bizga ko'ngil bo'lishga va biz bilan bir safda turib Xitoyga taqobil turishga chaqirishimiz kerak. Esimizda bo'lsinki, Xitoyning qilayotgani bir cho'ng jinoyat. Bu jinoyatga xalqaro qonunda aniq jazo bor. Ammo bu jazolash cho'qim yetarlik isbotlar bo'lgandila, ondan
kuch ko'rsatalaydi. Yahudilar ayni yillari ana shundaq irqiy qirg'inchilikqa uchirgan chog'dimi, oldi bilan natsistlarni xalqaro qonunlar bilan jazoga tortishni, kelgusi davlatini qurib chiqish, kelgusi avlodlarni yaxshi tarbiyalash va dunyoga o'zining tirishchan, aqlliq va ilg'or bir millatligini tonutish va o'z xalqini o'z tuprog'ida erkin, barobar va mustaqil yashash sharoitiga ega qilishni tanlagan. Darvaqa bugungi Yahudilar dunyodagi eng kuchli millatlar qatorida boshqalarning havasiga muyassar bo'lib yashayotidi. Dunyo Yahudilarning qirg'inchilikqa uchirganligini e'tirof qildi. Germaniya natsistlari jazolandi va toki bugungacha jazolanishi to'xtagani yo'q. Shu sabab Uyg'urlar uchunmi o'zimizga irqiy kamsitish qilgan bir millatning a'zolariga o'xshash yo'l bilan taqobil turishni tanlash bizni ulardan farqsiz holatga tushirib qo'yish bilan birga xalqaroning qo'llash va madadlardan ayirib haqliq da'volarimizning xalqaroda e'tirof qilinishiga daxli tarz yetkazishi mumkin. Ya'ni bir necha kundan buyon tor dunyosida qiziq temaga aylangan Xitoyning har qanday bizning dushmanimizmi yoki dushmanimiz faqat Xitoy hokimiyati bo'lishi kerakmi degandek masalalar bizni xalqaroning qo'llashiga emas, balki irqiy qirg'inchilik jinoyati o'tkazayotgan Xitoy bilan o'xshash darajaga tushirib qo'yishi va da'voyimizning ichki ixtiloflarimiz va o'chmanligimizdan tug'ilgan ko'zimiz ko'rgan Xitoyni dushman ko'rish ideyamiz bilan xalqarodagi obrazimizning Xitoy orzu qilgan shaklda xunuklashishiga foydasi bo'lishi mumkin. Albatta, buni hech qaysimiz orzu qilmaymiz. Shu sabab biz uchun da'voyimizda bösish hosil qila oladigan bu tarixiy fursatlardan qandoq foydalanishni bilish va eng to'g'ri usulda raqibimizni mag'lub qilib, hurligimizni qo'limizga elish navbatda biz qilishga tegishlik eng muhim ishlar bo'lishi kerak. Oramizdagi ixtilof va orozliqlarning o'rniga o'zaro mehr-muhabbat va ishonchni qo'yib, da'voyimizni samimiyatimiz va izchilligimiz bilan birlik va ittifoqlik ostida davomlashtirib, dunyoga eng sifatlik va Xitoydan farqli bir millat ekanligimizni o'z amaliyatimiz bilan jakarlayli. Shundoq qilolganimizda da'voyimizda boshqalar bilan o'rtoqlik hosil qilish orqali texmi ko'p dunyo jamoatining tushunishiga, shundoqla qo'llashiga erishgani bo'ladi. 2018 yil 13 noyabr